Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Biz bu yil kursdoshlarim bilan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi biznes va tadbirkorlik oliy maktabi MBA, ya'ni kichik biznes va tadbirkorlik yo'nalishiga talabalikka qabul qilindik. Biz bundan juda ham xursandmiz. Inshaalloh kelajakda katta va kichkina bizneslar yaratib, ishchi o'rinlar yaratish niyatidamiz. Va sizlarga ham taklif qilamiz, o'zingizlar imkoniyatinglarni sinab ko'ringlar va shu fursatdan foydalanib Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovichga rahmatlar aytaman. Chunki bizni kontraktlarimiz davlat tarafidan qoplab berilyapti, to'ka ayol qizlarniki. Bu ayol qizlarga juda ham katta imkoniyatlar beradi. Biz bilim olishda davom etamiz. Sizlarga esa omad.